Atigi 249 million boshlang'ich to'lov bilan Toshkent shahridan markazidan 3 xonali uy xarid qilsangiz bo'ladi. To'liq remontlari, oshxona mebellargacha qilib beriladi. Ayni damda Jomi Residence'ga tashrif buyurganmiz. Ramazon oyiga shunaqa zo'r taklif bilan chiqishyapti. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, batafsil tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum barchaga. Rahmat kattakon. Birinchi tanishishdan boshlasak, o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Ismim Nodir va men Chinol Group kompaniyasining rahbari bo'laman. Keling kompaniyamiz haqida ham ozroq ma'lumot berib o'tsam. Bemalol. Bizning kompaniya 10 yillik tajribaga ega. Shu kungacha Samarqand shahrining o'zida 7 ta loyihani, Toshkent shahrida esa 2 ta loyihani qurib o'z egalariga topshirganmiz. Mana bu ko'rib turganingiz Jomi Residence loyihamiz. Umumiy 10-loyihamiz hisoblanadi. 10-chi. Juda ham zo'r, yubiley loyiha emas, yana davomli bo'lsin. Xudo xolasa, rahmat. Xudo xolasa, nechta komplektdan iborat loyiha? Bizning majmuamiz 1.3 gektarga qurilyapti. Jami 9 ta blok, 2 tasi 14, 7 tasi 14 qavat va barcha majmuani to'liq ta'mirlangan holatda, hattoki oshxona mebellari bilan o'z egalariga topshirdik. Juda ham shunaqa. Ajoyib, yana bitta narsa so'ramoqchiman, qachon topshiriladi? Xudo xohlasa 2028-yilning 1-oyligi, ya'ni 2 yilda o'z egalariga topshiramiz. Hammasini remont qilganimizning sababi xabaringiz bor, mana remont boshlagan odamlar shovqin bo'ladi. Qo'shnilarning bir ikkita musorlari chiqadi, podyezdlarda rasvo bo'ladi, hattoki liftlar ham ishlamagan holatlar bo'ladi. O'shani oldini olish maqsadida barcha shu 700 ga yaqin xonadonlarni 100% remonti bilan topshiramiz. Majmuamizdan xarid qilgan mijozlarimiz bir xudo xohlasa sokinlikka erishadi. Ya'ni ko'chib kelishganida bosh og'riqlardan xoli bo'lishadi. Juda ham ajoyib. Endi lokatsiyasi haqida ham tushuntirib bersangiz ozgina. Toshkent shahrida barchamiz bilamiz, Jomi bozori bor. Shunda Jomi krugidan Yunusobod mostiga qarab yurishda shunday o'ng qo'lda joylashgan katta majmua. Sentrda joylashgan ekan. Juda ham yaxshi. Malika bozorigacha bir qadam, Yunusobodning teleminorasigacha bir qadam. Mana bu tomonda Chorsu, mana yaqinda hurmatli prezidentimiz ochib bergan yangi Islom sivilizatsiya markazi ham shundoqqina bir qadamda. Juda ham ajoyib. Endi to'lovlar haqida gaplashsak, 100% to'laganlarga qanaqa imtiyozlar bor va bo'lib to'lash imkoniyati ham bormi? Zo'r. Majmuamizda endi bizlar nima deydi, gibki, ya'ni mijozimizning xohishlariga qarab to'lov turlarini ham, boshlang'ich to'lovlarini ham aynan mijozlarimizga mos qilib berishga harakat qilamiz. Ya'ni bizda hozirda 30% bosh to'lov qilib, qolganini 26 oyga bo'lib beramiz. Juda ham ajoyib. Bu hamma xonadonlarga ishlaydi. Shunaqa. Bir xona, 2 xona, 3 xonali xonadonlarimiz bor. Hammaga qiziq bo'lgan savol, xonadonlar narxi qanchadan boshlanadi? Majmuamiz boya aytganimdek 100% remonti bilan oshxona mebellarini ham qo'shib beramiz. O'shanda bo'lib to'lashga har bir metr kvadrati 13 million so'mdan 17 million so'mgacha. Bu bo'lib to'lashga. Agar siz 100% to'lovga amalga oshirsangiz, har bir metr kvadratdan 2 million so'mdan chegirma qilib beramiz. Juda ham ajoyib. Bu faqatgina 100 to'lovga. 100% to'lovga. Juda ham ajoyib. Endi qurilish obyektisini ham ko'rib o'tsak bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Qurilish jarayonlarini. Xo'p, bo'ladi. Ketdik. 4-5 oy avval kelganimizda deyarli bunaqa holatda emas edi. Ko'rib turganimizdek juda ham jadal ishlar bo'layapti. Hozir qaysi blok qurilish jarayonida? Bizda barcha o'sha boya aytganimdek 9 ta blok, barcha blokda ishlar jadal ravishda ketmoqda. Mana bu tomonda 5 ta blokimiz joylashgan, bu tomonda esa 3 ta blokimiz joylashgan. Va shu o'rinda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Har bitta loyihamiz, nafaqat Jomi Residence, barcha loyihamizda sifatni birinchi o'rinda o'ylaymiz. Juda ham yaxshi. Aynan mana ko'rib turganingizdek juda ham baquvvat. Mana armaturalarni ko'rib tursangiz, armaturalari ham zo'r qilib qo'yilyapti va mana shu barcha domlarning tagida 1000 taga yaqin svoya qoziqlari bor. Svoya qoziqlarni o'sha video davomida qo'yib o'tamiz, ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni 12 metrli svoya qoziqlar qoqilgan barcha binoning tagida. Ya'ni uyingiz sifatiga javob bera olasiz. Albatta. Zilzila bardoshligini ham, yuk ko'tarishni ham, bino cho'kishini ham oldini oladi. Juda ham yaxshi. 1 dan 10 gacha baholaganda necha baho berasiz uyingiz sifatiga? 10. Juda ham ajoyib. Ko'pchilik qurilish kompaniyalarining xatosi sababli minglab insonlar aziyat chekadi. Demak, sizni qurilish kompaniyangizda keyin uylar
topshirilgandan keyin odamlar bemalol ishonchli maza qilib yashay olar ekanda. Shunaqa 100%. Gap isboti bilan bo'lishi kerak. O'shaning uchun har bir kelgan mijozimizga hattoki biz qurib topshirgan, aynan Toshkentda ham qurib topshirgan loyihalarimiz bor. O'sha loyihalarimizga mijozlarimizni olib borib, o'sha yerda yashayotgan aholi bilan ham suhbat qilamiz. Ya'ni biz ishonchlimiz deb nafaqat gapda, balki isbot qilib o'sha majmuamizga olib borib ko'rsatamiz. Boya aytib o'tganimdek 249 millionga uy xarid qilsangiz bo'ladi. Ishonchli kompaniyadan degandim. Aynan mana shu savolimga ham javob berib o'tsangiz. Ha, xo'p bo'ladi. Bu 299 million bosh to'lov, atiga 10 ta qiluvdik, 5 tagina qoldi, 5 ta xonadon qoldi. Bosh to'lov 299, mayli bayram taklifi bilan 299 emas, 249 million so'm bilan ham qilamiz. Oylik to'lovni o'zlari bilan kelishgan holda qilib beramiz. Qolgan summasini 27-oy, ya'ni kadastr hujjatlarini olgandan keyin to'lashlari mumkin. Yoki yana bir taklifni beramiz, 50% to'lov qilib, aynan 3 xonaliga qolgan 50%ni kadastr hujjatlar chiqqandan keyin to'liq to'lab olishligi mumkin. Juda ham ajoyib. Endi so'nggi savolim, odamlar uy xarid qilayotganda nima uchun Jomi Rezidence'dan xarid qilish kerak? Uchta sabab aytib o'tsangiz. Chunki aytganimdek, birinchi o'rinda ishonchli, tajribali. Ya'ni biz qurib topshirgan majmualarimiz bor. Ya'ni bozorda yangi quruvchi emasmiz. 10 yillik tajribaga egamiz. Boya aytganimdek, bu Jomi Residence 10-loyihamiz. Hattoki mijozlarimizni qurgan loyihalarimizga, topshirgan loyihalarimizga bemalol olib borib ko'rsatishimiz mumkin. Ikkinchisi esa sifat. Boya aytganimdek, har bitta domla tagida 12 metrli 1000 ga yaqin svoya qoziqlar qoqilgan. Uchinchisi esa majmuamizning qulay joylashuvi. Deyarli shahar markazidan, yana to'liq ta'mirlangan holatda oshxona mebellari bilan xarid qilishlaringiz mumkin. Va ushbu ko'rib turgan majmuamiz Xudo xohlasa 2 yilda, 2028-yil birinchi choragida o'z egalariga remontlari bilan topshiriladi. Xarid qilish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Barchani sotuv bo'limimizda kutib qolamiz. Sotuv bo'limimiz ham, qurilish maydoni ham bir joyda. Xayr, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, barchani kutib qolamiz.